Do'stlar shoshilinglar. 76 ming dollar kami bor. Ikkita xona hamma yo'q qoladi, shu turishni olasizlar 9-qavatda. Shoshilinglar. Do'stga zo'r bo'lgan kunim do'st meni zo'r ayladi. Do'st bilganim ko'p meni zo'r aylab xor ayladi. So'zlari binosidan chiqib borsam yuqori, ko'zlarim dunyosini ko'zlari tor ayladi. Do'stga zo'r bo'lgan kunim do'st meni zo'r ayladi. Do'st bilganim ko'p meni zo'r aylab xor ayladi. So'zlari binosidan chiqib borsam yuqori. Assalomu alaykum do'stlar, qaranglar. Rostdan shunaqa chiroyli. Har bitta domda, har bitta uyda o'zini bir fayzi bo'ladi. Bu domimiz ham do'stlarim qaranglar, endi bilmayman, bu ham bir o'zgacha chiroyli qaranglar. Juda ham chiroyli tushgan ekan. Domimizning o'rtasida shunaqa yosh bolalarimiz maza qilib o'ynaydigan detishki plashotkalarimiz bor. Voy, mo gullarni qaranglar. Bahori. Bu haligi bu dom o'xshi bitta bir semiyaga o'xshaydi ekan. Haqiqatan shunaqaga o'xshatdim. Chistota в общем zo'r. Do'stlar, mana glavniy mana robotimizdan mana kirishinglarga 10 qo'limizdagi podez bo'lyapti. 10 qo'limizdagi, ya'ni 9-etajga chiqasizlar. Bu safarga arzon sotilayotgan ushbu kvartiramiz adresi Qirg'iziston O'sh shahri, Navkatskiy podyom tomondan kelsanglar bo'ladi. Kalinin ko'chadan chiqib turib, eski mashina bozori hamma biladi. Eski mashina bozori hozir istagan ko'p bo'lgan. Shu mashina bozoridan jichcha o'tishchilarga Kurgavoy tomonga. Mahallamizning boshida Hasan Husan magazin bor, hamma biladi. Shu magazinni o'zidan 10 qo'lga kirganinglarda ikkita, uchta, shunta chiroyli domlar bor. Ya'ni bu ko'chamiz Zavodskiy ko'chasi 20-dom bo'lyapti. Aynan 170-kvartiraga kirganda ikkita xonalik, 64 kvadrat. Bu joyimiz kira olish qo'limiz bo'lyapti. Hamma yo'q qoladi. Eshikdan kirganimizda ro'paramizda bitta spalnimiz joylashgan. Bu spalnimizning o'zini chiroylikina romlari bor va ushbu mana bu yangi qo'yilgan, hali u foydalanmadigan deyapti. Ushbu mebel stenkalarimiz, hammasi shkaflarimiz qoladi. Trimolarimiz. Aboylari juda ham chiroyli ekan. Buni oldida yana bitta mehmonxonamiz joylashgan. Mana do'stlarim, bu ya'ni ikki tomonlama manzarasi bor ekan. Endi bu yoqqa kelib turib bu manzarani olib berib qo'yasiz. Lustra deysizlarmi? Mana bu qo'yilgan mehki mebellarimiz hammasi qoladi. Va mana bu yerdan qaraydigan bo'lsanglar, polni Kalinin ko'cha, Sardorbek domlamizning masjidlarigacha ko'rinadi. Bu yog'imiz Zaptni, Axtilik, Sulaymon tog' juda ham go'zal manzara. Bu yerdan chiqqanimizda mana bu qo'limizning oldida chiroylikina bitta ya'ni vannamiz, dushovoyimiz joylashgan ekan. Tayyor, do'stlar. Hech narsa qilmaysizlar. Remont ne требует deydi. Bu unitaz ya'ni hojatxonamiz. Ariston, xullas hamma yo'q qo'yilgan. Va bu yerda uje kuxnyamiz joylashgan mana. Do'stlar, kuxnyamizda ham kuxnylarimiz, suv, svet, gaz, kastimda olaman chiqib ketaman dedi. Mana bularimiz ham qoladi ekan. Avtomat mashina deysizlarmi, xullas hamma yo'q qoladi. Mana. Endi aka bu yoqdan berib qo'yasiz. Bu yerda ham yana bitta manzaramiz bor. Bu yerdan endi meriya tomon ko'rinadi. Ya'ni Navkatskiy podyom tomonlar. Uni masjid ko'rsatib qo'ygan, Sardorbek domlamiz masjidi. Uni ko'rinib turibdi. Jumalarga, hattoki 5 mahal azonlarimiz yangrab turadigan juda ham go'zal joy. Atapkina bor. Mana bu yerda ham kuxnyamiz mana bu yerda do'stlarim, chiroylikina mana qaqras kirlarni yayib qo'ysanglar bo'ladigan joy mana chiroyli yoki o'tiradigan joy qilib qo'yinglar. 76 ming dollar kami bor. Telefon nomerlarimizni yozinglar. 0555 bilan 57 70 05. Qaytaraman 0555 bilan 57 70 05. Kelib domimiz ko'rib, dokumentlarni tekshirtirib, zo'r bo'lsa olib, maza qilib, tayyorgina yashab qo'yinglar do'stlarim. Salomat bo'linglar.